أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bugün iman dersimizin ikinci kısmında iman insana nispeten hürlük demek. Her bir insanda Allah subhanehu ve teala dünyaya keltirişirler. İnsanda fitret duygusu yani tabiat böyle hürlük duygusu bilen Allah subhanehu ve teala yarattı. Bu hürlük duygusu bilen Allah emas belki hakuku bilen Allah yarattı insanda dünyaya. İnsan hür yaratıldı, hür yaş gerek, hür Allah Teala'nın aldığa kitiş gerek degan maqsad bo'lganligi uchun Allah Teala barliq payg'ambarlarni aqidada tevhid degan mutlaq hürriyet demek. Tevhid ve muamelede elde adaletini berpa qilish için dünyaya kelgandir. Peygamberlerini Allah Teala onun için yaratgan. Hürlük bir insanga nispeten su, hava, tuprak, muş nesler kanda muhim bo'lgan bo'lsa, insonga nisbatan ashundoq muhim narsa. İnsanın ihtiyacı olan hava, tuprak, insanın kanda tabii hak olan bo'lsa, hürlük mu? Yani şundak hakkıdır. Bu hürlük'e nispeten tashqi tarafından kanda bir narsa hücum qilgan bo'lsa, insonning hürlükiga onun qarshi turish, hürligini qo'g'dash, mana bu imanning eng üstün tarafi. Bunu biz enin olan imanı kirdigan la ilahe illallah degan söz ifadelaydi. Şuna aynı zamanda Peygamber aleyhissalatu vesselam iman 70'ine şahça bunun en üstün la ilahe illallah yani kulluğa karşı duruş. Kuluğa kul bo'lmaslik, kulni kul qilmaslik, hammasi qulchilik qilishga loyiq bo'lgan Alloh taologa egilish, uningga sajda qilish, uningga itoat qilish, uning amr farmonlarini bija keltirish. Bu eng üstün tarafi, eng tüven tarafi insanlarga azar beradigan narsalarni, maddi ve manevi narsalarni yo'qotish. İnsaniyetning menfaat uchun zararlik bo'lgan, hattoki yo'ldagi bir tal tikan va yoki toshni elitishmi iymondan. Shundaqla iffat, nomus, haya iymondan degan edi. Gapning beshi bag'rimizda hürlük imandan barliq payg'ambarlar aqidada hürlük, tevhid ve muamelede adalet için dünyaya kelgan dedik. İmanga nispeten iki kanat mevcut. İmanını bir cennetke elip bardıgan yoki cennet kuşu deyilse, o kuşun bir kanatı hürlük, yani tevhidden ibaret bo'lgan mutlaq hürriyet, yana bir kanatı adaletini temsil kılıdır. Demek ki bir mümin, Müslümanın iman kuşu veya kıbılması cennet kuşu şu iki kanat bilen uçudu ve uçuş gerek. Biri tevhidden ibaret bo'lgan mutlaq hürriyet, yana biri adaletden ibaret bo'lgan muamele. Tevhidi yok'ның adaleti yok, adaleti yok'ның tevhidi yoktur.
Şu bu mavzuda barlıq peyğəmbərlərin şuarı birlidir. O bolsun nima deganda U'budullaha ma lakum min ilahin gayruh. Sizlar hammanglar eningdan boshqasi bo'lmaydigan yakka yegona olamlarning Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa qulchilik qilinglar. Mana bu Nuh alayhissalatu vassalamning shuari, İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın şuarı, İsmail, İshak, Yakub, Lut, Musa, İsa ve en ahirki peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şuarı. Nima o? Hammanlar qulluqqa qarshi turib, qulluqni yo'qotish uchun harakat qilib, sizlar qulchilikqa loyiq bo'lgan yakka yegona Alloh qilam egilinglar. Bir-birini qul qiladigan, bir-biriga qul bo'ladigan, buningga xotima beringlar degan shuar edi. Şu Peygamber aleyhissalatu vesselam öz vaqtidagi atrofdagi insonlar bir-birlarini qul qilib sotadigan, bir-birlariga qul bo'ladigan, atadan ataga qulchilik, qulluq miras qiladigan mana shunday bir jamiyatda birinchi qatimliq shuari la ilaha illalloh tuflihu. Sizlar qulluq qarshi turinglar, shunday qilsanglar najot topsizlar. Qulluğingni bir Alloh qilinglar degan shuarni o'tirib qo'ygan edi. Bu şuar o'zi mezoni ig'ir şuar bo'lganligi uchun bosh gapning hammasini qabul qilsakmi qilayli, mush gapingni qilmagan bo'lsang deb ulug' payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamga o'xshash bo'lmagan shart, o'xshash bo'lmagan tuhmat, o'xshash bo'lmagan azarlarni qilgan. Hattoki bu azarlarning o'zi Muhammad alayhissalatu vassalamning jiniga qasd qilgan, o'ltiradigan darajaga yetgan edi. Her bir kabileden birsimiz bir yaş yigit çıkaraylı. O yaş yigit bir yer kelip tüymeninin teşidin birini hemmisi tutkan halda Muhammed'nin beşiği taşıverse enindeki keyin kan kısası deydiğen nerse bo'lmaydi. Her kabileye atılgan keyin bir kabilenin tutanmaydı. Şunda şaraitte bundan kurtulmaz diye yegiçlik bağan idi. Onun için mana şu en ahirki peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın şuaran örlik idi. Öz vaqtida Rabi ibn Amir Rustem Paris padişahlarının yeniga kelgan vaqtning o'zidami? Sizlar nima uchun keldinglar ey arablar, bedaviylar, sahroliklar? Maqsadingiz pul yurayli. Başka nima talab qilsangiz shuni berayli, maqsadingiz nima bu yerga kelishdin deganda puling o'zing qolsin, har narsang o'zing qolsin. Biz faqat bir shuar bilan keldik, u bo'lsimi qulluqqa qarshi turish, qullarning o'ziga hurriyat olib kelish, insonlarning insonlarga qul bo'lishining oldini olib, barliq insonlar qul bo'lishga loyiq bo'lgan Alloh subhanahu va taologa qulchilik qilishga chaqirg'ili keldik. Barliq insoniyat dunyosini jaholat patqiqidan, zulm istibdod patqiqidan haq, huquq, adolat nuri ilohiysiga boshlash uchun dunyoga keldik degan edi. Hazrat Umar ham o'z vaqtida Mısır'ның valisi Ömer ibn As'ның oğlu bir Yahudinin oğlunu qamçılığanlığı üçün çaqırıp aldığı ep kelip sorab Yahudinin balısının qısasını eppäge vaqtının özdə Hazret Ömer'nin en şundaq hürriyetke nisbeten, insanın hürriyetke nisbeten tam qo'ralaydigan bir sözünü qilgan edi. U bo'lsa nima deganda mata istabadtumun nasa وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Ey Ömer ibn As, valilig'inden paydalanıp başkalarını başka dinde veya ki bizden bo'lmaganligi uchun deb senin oğlun Yahudinin balasını bekadan bekaga qamchilabdi. Sizlar qachondan boshlab bu insonlarni ota-onalari, analari, hur tuqqan analari, hur tuqqan insonlarni qachondan boshlab qulchilik qilishga burildinglar, qul qilib oldinglar buni?
Onu da yenişine kerak deb Hazreti Ömer o Yahudi balının kısasını etpegen idi. Kul bo'lgan insonning iymoni yerimdir. Shunga qullarga nisbatan, asirlarga nisbatan agar jinoyat qilgan taqdirdami, o'rlarga beriladigan jinoyatning yerim berildi. Ya'ni demakki, qulluq qilgan insonning iymonining yerini ekanligi, iymoni butun bo'lmaydiganligi. Ma'ning bizneni butun bo'lmaydi ekan deymiz-ku, iymoni butun bo'lmaydiganligining dalilidir. Qulchilik qilgan inson iymoni yerim bo'lishi bilan birga iymonning davonidan o'tolmagan insondir. Shuni so'rib belatdi Alloh. Falaqta hamal aqabata va ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Ular iymonning davonidan aşamadi. Iymonning davoni degan nima desa, gaydan azat qilish, ya'ni qul azat qilish. Yüzünü azat qilish bo'lmasa, qulni azat qilolmaydi. Yüzde bo'lmagan narsani boshqalarga berolmaydi inson. Shunda bo'lganligi uchun bir inson qulni azat qilmagan bo'lsa, iymonning davomidan aşamadi davonidan degani avval yüzü hör bo'lish lozim. Yüzü hör bo'lgandan keyin, qulluqqa qarshi turib, qulluq qilgan insonlarning qulligini azat qilish maqsadida yo'lga chiqqan bo'lsa, endan keyin iymonning davonidan oshgan bo'ladi. Agar uningga intilmagan bo'lsa, iymonning davoniga yaqin bo'lmagan bo'ladi dedi. Bugun biz o'zimizni selishtirsak, o'zimizni hurmi? O'zimiz qulluqdan azat oldukmu? Va shunda qilib qulluqdan azat bo'lgandan keyin iymonning davoni bo'lgan asirlarni, qullarni azat qilish uchun harakat qildikmi? Mana bu ma'nodan olib aytganda bizdagi iymonning alomatlari, iymonning tejallilari bizda yerim. Ulug' payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallamni Alloh sifatlab, mana shu qulluqdan azat qilish uchun insonlarni dunyoga kelgan deb sura Arabning 156 oyati deydi ki, o müminler şunda bir insanlar ki ummi peygamberge erişidir. Bu peygamber halbuki Kur'an'dan deyilgen emez. Tevrat'ta, İncil'den bu peygamberin peygamber ekanligi yazılgan. Bu peygamber insanların daim yaxşılığı boruydu, yamanlıktan tusudu. Pakiz neslerini halal kılıp bayan kıldı. Necis neslerini ularga haramlığını bayan kıldı. Ularning eğirliklerini götürüydü. Din asallık için kelgen, iman asallık için kelgen. İnsanlara kubul kılanmaydıgan veya ki olmasa kılanmaydıgan nesigi bormaydı. Dep bulab Allah vel aglalelleti kanet aleyhim dedi. Ularning üstüdeki kulluk takaklarını, kulluk zincirlerini yoktu da dedi. Peygamberinin maksidi insaniyet dünyasındaki insanların boynlarına takak selavagan zulüm, istibdat zincirlerini çekip taşlaş için dünyaya kelgendir. Onun için bu peygamberge ergeçkenler hakiki iman sahibidir dedi Allah. Şun Kutluk Şevki'nin bir sözü olan sözümü tamamlay. Bir kılıç berse Xuda, testep onunla buyursam, biz halkım boynudan kulluk kişen zincirini, ger harapken elbeten kallamını üzsün bu kılıç, körmüsün şevki ikizi, kullukta el takdirini degeni, benim şu imanның ikki qanatining biri bo'lgan, balki ikkili qanati bo'lgan hurlik uchun so'z qilgan. Dal shu oyatlarning tafsiri edi. Shunga hurlikka intilish, hurlik uchun harakat qilish, hurlikning ziddi bo'lgan qulluqqa qarshi turish, mana bu insondagi iymonni butunlaydigan omillardan biri. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.